Bu darsimizda daraxtlarni import qilishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa Unreal Engine'da o'zida ham tam tayyor daraxtlari bor. Sifati o'sha sinematikka javob bermaydi. Ko'pincha o'sha o'yinlar uchun chiqarilgan desa ham bo'ladi. Biz uni ishlatgandan ko'ra o'zimiz Speed3'da yasalgan daraxtlarni import qilib ishlatganimiz ancha yaxshi ko'rinadi. Realizm ko'proq bo'ladi u daraxtlarda. Men mana shu paketda ishlatmoqchiman. Xo'p. Bunda misol uchun mana shu oxirgi daraxt deylik. Mana shuni olib tushib, o'sha shaderlarni ko'rib chiqamiz. Bu o'sha Max proyekti. Buni oddiy FBX qilib eksport qilib olamiz. Xo'p, Unreal'ga kirib olamiz va bu yoqqa papka ochib olamiz. Bu yoqqa import bosamiz export import qilib olamiz. Xo'p, bizda xuddi shunaqa okno chiqadi. Bu yoqda ko'p narsani o'zgartirishyapmiz, faqat mana bu yoqda o'sha mesh type'ida biz static mesh ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ldi. Bu yoqda import materialda hop, galchani olib qo'yamiz. Agar eski versiya bo'ladigan bo'lsa, sizlar 5.3 da yoki 5.4 da ishlaydigan bo'lsanglar, bu yoqda don't create material deb chiqadi mana bu yoqda. O'shanga o'tkazib qo'ysak, bizga material yasab bermaydi. O'zi hozir yo'q teksturadan bizga qanaqadir material yasab beradi. Bu musor prosta. Tam yo'q narsada, xullas, buni lutchi o'zimiz material yasaymiz baribir. O'shaning uchun bu narsa bizga kerak emas. Meshimiz import bo'lyapti. Biz uni teksturalarni ham import qilib olamiz. Siz ko'radigan bo'lsak, o'sha daraxtimizning nomi Sweden. Buni shaderlarni ham olamiz. Xo'p, bu barglari, bu shoxi, bu tanasi. Xo'p, hammasini bitta papka ochib olamiz birinchi. Textures bu yerga tashlab olamiz hammasini. Save qilamiz. Bu o'sha eksport qilinganda daraxtimiz o'sha sahnamiz o'rtasida turmaganini hisobiga ham hozir pivoti mana shunaqa tushyapti. Buni to'g'rilab olishimiz kerak. Modeling bo'limiga o'tamiz. Xformga o'tib edit pivot bosamiz bottom bosib olamiz. Shunda hop, pivotimiz daraxtda keldi. Faqat o'sha daraxtda aynan bitta bir xil shaklda bo'lmagani uchun ham aynan o'sha tagiga tushmaydi. Buni qolganini ruchni to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa tushmay, faqat sal teparoq ko'tarib qo'yamiz. Bu teparoq ko'targanimizning sababini keyinchalik tushuntiraman. Accept bosib olamiz. Shunaqa. Save bosib olamiz. Bunga shader yasashni boshlaymiz. Bu yerga shader degan papka ochamiz. Hop, material select qilamiz leaf. Birinchi bo'lib o'sha bargini yasashdan boshlaymiz. Hop, bu yoqda qiladigan ishlarimiz nima? Buni maskga o'tkazib qo'yamiz. Bu o'sha alfa tekstura orqali o'sha bargini formasida kesib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Buni subsurface'ga o'tkazib qo'yamiz. Endi teksturaga kirib olamiz. Bu base color, albedo. Bunisi glossiniz, faqat biz buni roughnessga oladigan bo'lsak, xuddi shunaqa yaltirab ketadi sizlarda ham. Shuning uchun buni nima qilamiz? Hop, M bosamiz, multiply nodini ulaymiz, bu yerga bitta custom node chiqazib olamiz o'zimizga. Buni roughnessga ulaymiz. Start converter roughness deb yozib olamiz. Buni 2, 3, 4, 5 примерно shunaqa.
Buni yana keyinchalik ham o'sha nastroyka qilishimiz mumkin. Normalga chiqazib olamiz va buni normalga olib olamiz. Xo'p, opacity. Opacityni bu opacity maskga oladigan bo'lsak, bu уже teshiladi. Ya'ni bargi formasida bu уже bo'ldi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz subsurface. Buni subsurface colorga olamiz. Buni ham kontrol qilishimiz uchun yana bitta multiply nodini chiqarib olamiz. If ni bosib bitta klik qiladigan bo'lsak, rang tushadi. Bu yerga SSS deb yozib olamiz. Xo'p, multiply nodiga olamiz. Nimaga qora? Agar bunga qora bo'lganda bu absolut mana hech qanaqa informatsiya yo'q, nol bo'lib turgan bo'ladi. Buni oqqa tortadigan bo'lsak, mana subsurface уже oxirigacha ishlaydi. Biz buni qora qilib qo'yamiz. Yaltirab ketmasligi uchun bargimiz. Buni keyinchalik o'sha quyosh kuchiga qarab, sahnaning yorug'ligiga qarab dalshiy nastroyka qilamiz. Shuning uchun qora qilib, buni subsurface ga olib qo'yamiz. Apply bosib olamiz. Xo'p, endi buni o'sha daraxtimizga beramiz. Shu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, daraxtimizning bargi yarmi to'kilib ketganga o'xshab juda ham siyrak ko'rinyapti, chunki pastdan qaraydigan bo'lsak, bargimizda two sided yoqilmagan, ya'ni faqat tepadan qaraganimizda bargi faqat bizga tepasini ko'rsatyapti-da, pastdan qarasak, u kesilib ketyapti. Aynan shu narsani yo'qotish uchun, xo'p, materialni ichiga qayta kirib olamiz. Materialimizni o'shamizda bu yoqdan poistga yozamiz, two side deb. Xo'p, galchkasini yoqib qo'yamiz, apply bosib olamiz. Shunda e'tibor berishimiz mumkin. Mana o'sha barglarimiz o'sha pastdan qaraganda ham bir xil ko'rinyapti. Endi qiladigan ishimiz buni subsurface'ini to'g'irlash. Shaderimizni instance qilib oldik. Bu yoqda mana bizda ikkita parametr bor, roughness bu yoqda subsurface. Xo'p, oddiy misol. Materialimizga kiramiz. Xo'p. SSS ochiq materialimizga kirib olamiz. Xo'p. Xo'p, subsurface o'chirib qo'yamiz. Apply bosib olamiz. Xuddi o'sha materialimizni xo'p daraxtga berib yuboramiz. Bu yoqdan SSS'ni yoqib qo'yamiz, ya'ni oxirigacha yorug'ga o'tkazib qo'yamiz. Shunda ko'rishimiz mumkin, mana shu ikkita daraxtning bargidagi effekti. Xo'p, bunda e'tibor beradigan bo'lsak, quyosh nuri faqat tepasiga tushyapti-da, tagiga tushmayapti. O'shaning hisobiga bu yoqlar qorayib qolyapti. SSS da ya'ni quyosh nurini his qiladi-da, bargning ustiga quyosh nuri tushsa, o'sha chetlari, orqalari ham rangi o'zgaradi. Ya'ni bu qanaqa effekt? Misol uchun telefonimizda prosta fonarni yoqamiz qo'limizga tutamiz. O'sha barmog'imning ikki yonida qizarish bor. Xuddi mana shu narsa SSS bo'ladi. Biz bunga yana parametr qo'shishimiz mumkin barg o'ziga. Ya'ni rangini kontrol qilishimiz uchun hozir faqat yashil bo'lib turibdi-yu, biz rangini o'zgartirmoqchi bo'lsak, buni kontrol qilish uchun qanaqa parametr qo'shamiz? Eng oson usullari, eng tez bo'ladigan content browserga o'tamiz, Megascansga o'tamiz, surface'ga o'tib, istalgan bitta любой teksturaga kirib olamiz. Farqi yo'q qanaqa bo'lishi, buni bosib parentga o'tib olamiz o'sha teksturani. Xo'p, adjustment ichiga kirib olamiz. Bu yoqdan eng tepaga chiqamiz, eng birinchisi. Buni copy qilib olamiz. Bu ya'ni o'sha color control. O'sha bizning teksturamizni saturatsiyasini tushiradi-da, keyin o'zimiz color bu yoqda qo'shiladigan rang bilan bemalol rangini kontrol qilsak bo'ladi. Bu yoqga qaytib olamiz. Bu yoqga paste qilib olamiz. Xo'p. Buni tepaga olamiz. Buni base colorga olamiz. Apply bosib olamiz.
Shunda o'tadigan bo'lsak, mana bu yoqda o'sha albedo tint, albedo control deb chiqib keldi. Biz bu yoqdan yana ham yashilroq qilishimiz mumkin, misol uchun. Bargga yana ham yashilni to'xtatishimiz mumkin. Shunaqa qilib. Eski rang edi, bunga ozroq yashilroq qildik. Tanasi uchun material yasab olamiz. Xuddi shunaqa ham body deb yozib olamiz. Teksturaga kirib olamiz buni bu yerga tashlab olamiz. Xo'p. Buni base colorga olaymiz, buni normalga olaymiz. Buni roughnessga olaymiz faqat. Shu juda ham yaltirab ketmasligi uchun. Ya'ni bu nimaga yaltirab ketyapti? 3D Max'da glossiness kanal bo'lib ishlayapti. Biz aynan o'sha teksturani roughness uchun ishlatmoqchimiz. Shuning uchun bunga bitta kontrolni qo'shib olamizda, bu yoqda o'zimiz keyin kontrol qilaveramiz. Ya'ni spekular qo'shib olamiz. Apply bosib olamiz. Save. Buni bitta instance qilib olamiz tanasiga berib olamiz. Endigi qiladigan ishimiz, xo'p. Xo'p, buni roughnessini 1 spekularni ko'taramiz. Buni yana bitta instance qilib olamiz ikkinchi teksturalarimizni ishlatamiz. Ikkinchi tekstura deganimiz, ya'ni o'sha kichkina shoxlarni faqat hozir bu yoqda parametrlar chiqmayapti-yu. O'shaning uchun parentiga qaytib olamiz nomlab chiqamiz teksturalarimizni. Xo'p, base color normal buni roughness apply bosib olamiz. Bunda bizda mana 3 ta tekstura kanal chiqib keldi. Xo'p, bularni ham konvert qilib olamiz. Berib chiqamiz. Roughnessga normalga. Xo'p, pastroqqa tushamiz buni ikkinchi teksturaga berib olamiz. Bu ya'ni orasida qayerlardadir kichkina shoxlari bo'lishi kerak. O'sha shoxlarning materiali. Xo'p, daraxtimiz tayyor bo'ldi primerni. O'sha olib tushgan daraxtimiz, xo'p. Xuddi shunaqa ishlatishimiz mumkin. Hozircha nanitni o'chirib turamiz. Paka bizga hozir nanit bo'lishi kerak emas. Nanit yoqiladi. Qaysi momentda yoqilishi, nima uchun yoqilishini o'sha oxirrog'ida ko'rsatib beraman. Endi bu daraxtimizga o'sha ya'ni shamol effektini qanaqa qo'shamiz deydigan bo'lsak, menda tayyor paket bor. O'sha paketdagi daraxtda shamoldan foydalanaman. U paketda daraxtlarni ishlatishni nimaga tavsiya qilmayman? Chunki unchalik ham sifatli daraxtlar emas. Ya'ni o'sha o'yin uchun mo'ljallangan daraxtlar, bu o'sha shamol effekti bularda bor. Shunaqa. Xo'p. Meshimizga kirib olamiz teksturasiga kirib olamiz. Bu yoqdan o'sha parentiga o'tib olamiz, ya'ni asosiy materialga. Bu yoqdan mana shu effektni biz copy qilib olishimiz kerak bo'ladi. Endi o'zimizni materialimizga qaytamiz. Body bu yoqqa paste qilib olamiz. Buni world position offsetga olib olamiz. Apply bosib olamiz. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsak, daraxtimiz qimirlamayapti. Nima qilamiz? Xo'p. Bu yoqqa o'tib olamiz. Legacy'ga kirib olamiz, blueprintga kirib olamiz. Shunda bizda mana bu yoqda BP Wind degan bor.
blueprint. Xo'p, buni bunda sahnamizga tashlaymiz. Bu yoqda o'sha shamolli kuchi pastdagisi tezligi. Xo'p, shamolli kuchini 5 qilib qo'yamiz. Pastdagi tezligini primerni 1 qilib qo'yamiz. Lekin bu hozir nimaga ishlamayapti deydigan bo'lsak, aynan o'sha biz bu yoqda qo'shgan materialimiz bor-ku. Xo'p, aynan mana bu effekt bu switch qilib yoqiladigan parametri bor. Biz bu yoqqa kirib olamiz. Bu yoqda mana wind effect deb qo'shildi. Xo'p, bunga galchka bosib, bunga galchka bosib olamiz. Shunda e'tibor beradigan bo'lsak, mana daraxtimizda mana shunaqa qimirlash effekti bor. Ammo blueprintdagi shamolni qancha kuchaytiradigan bo'lsak, misol uchun buni 8 qilib, buni 2 qiladigan bo'lsak, xo'p, bu uje shunchalik kuchli qimirlaydi. Faqat bu qimirlayapti, lekin bargi qimirlamayapti. Bargiga ham xuddi shunaqa sistema. Bargini materialga kirib olamiz. Parentiga o'tib olamiz. Bu yoqqa paste qilib olamiz. Fold positionga olaymiz. Apply bosib olamiz. Bargidan ham xuddi shunaqa mana wind degan bo'limida o'sha switch yoqib o'chiriladigan galchka chiqdi. Buni ham yoqib qo'yadigan bo'lsak, xo'p, bargi ham xuddi shunaqa qimirlaydi. Lekin bu nimaga realni ko'rinmaydi? Chunki o'sha faqat bargi mamnaqasidan borib kelyapti-da, barg o'zi titramayapti. Biz u effektni qo'shishimiz uchun nima qilamiz? Yana bu yoqda bargi materialiga parentga kirib olamiz. Bu yoqga wind deb qidiramiz. Bu yoqda simple grass wind deb chiqadi. Hop, biz nima qilamiz? Prompt parametr yoqib olamiz. Bunisiga pastdagisiga oddiy nolni o'zini ulab qo'yamiz. Xo'p, bu yoqga add nodini qo'shib olamiz. Xuddi shunaqa ulab olamiz. Buni world position offsetga ulab qo'yamiz. Xo'p, buni gruppasini windga o'tkazib qo'yamiz. Wind lift deb yozib bo'ladi. Hop, apply bosamiz. Save bosib olamiz. Shunda pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu yoqda wind effect chiqib keldi. Endi biz qilishimiz mumkin, o'sha bargini o'zini qimirlashi uchun bu shamolni sal kamaytirib turamiz. Buni 1 qilamiz, buni 5 qilamiz. Yoki buni 0.5 qo'yamiz. Bu yoqdan buni 0.1, 0.1. Shunda bargimiz o'zida ham alohida titrash bor. Xo'p, proyektimizni save qilib olamiz. Endi bu daraxtni qanaqa scatter qilamiz deydigan bo'lsak, Ctrl B ni bosamiz, daraxtimizni o'zini anosiga kirib olamiz. Static mesh ichiga kirib olamiz. Xuddi mana bu yoqda bergan materiallarimizni bu yoqqa berib olamiz. Bu yoqqa material berib olish nimaga kerak deydigan bo'lsak, biz sahnamizga misol uchun hozir bu daraxtimizni o'chirib tashladik. Bu meshimizni tashlaydigan bo'lsak bo'ldi. Bu o'sha materiallar bilan birga tushadi. Har doim buni boshqa proyektga olganimizda ham bu o'sha daraxtimiz o'zi bilan har doim materiallarni olib yuradi. Biz hozir buni scatter qiladigan bo'lsak ham, misol uchun, hop, scatter bo'limiga o'tamiz, daraxtimizni bu yoqqa tashlaymiz. Shunda mana chiqib keldi. Paintga o'tib olamiz, brushimizni kichkinaroq qilamiz. Kichkina qilish uchun Ctrl Shift bosib turamiz, mishkani orqa tarafini bosib rolikni aylantiradigan bo'lsak, hop, mana katta-kichkina bo'laydi. Bu yoqda brushimizni katta-kichkinaligi, bu o'sha paint density, bu chizishda qanchalik ko'p chiqish-chiqmasligi. Hop, bu yoqda biz scale ni ko'ramiz 0.7 dan 1.5 gacha randomness bo'lishi uchun. Bu yoqda hop, yana nimasini o'zgartiramiz? Bu Z offset 0 dan 0.2 gacha qilsak bo'ladi. Yoki -0.3 dan 0.2 normal.
o'sha pivotimiz sal teparoq turuvdi-yu, o'shani hisobiga. Bu yoqda random yav yoqib qo'yamiz. Bu o'sha daraxtimizni mamnaqasiga har xil rotetlarni o'zgartirib beradi. Yana ham har xil bo'ladi. Misol uchun shunaqa qiladigan bo'lsak, mana уже katta kichkinaligi har xil. Juda ham katta bo'lib ketmasligi uchun, xo'p, bularni o'chirib turamiz. Buni 1 bo'lsin, bu 0.6 bo'lsin. Paintga bosib chizadigan bo'lsak, o'sha brushimiz kuchli bo'lgani uchun bittada 300 ta daraxtni o'sha joyga chizib berdi. Shuning uchun bizga ko'rinmayapti-da. Paint density'ni kamaytiramiz. Chizib olamiz, xo'p. Shunda ham mana 5 ta daraxt chizib berdi. Skater qiladigan bo'lsak, bemalol mana shunaqa chizib chiqishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda yoki o'sha single ga o'tib, dona-dona chizishimiz mumkin. Single ga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ikki xil nastroykasi bor. Agar birinchisida turadigan bo'lsak, biz bu yerda ikkita meshimizda ham galochkasi yonib turibdi. Bitta chizadigan bo'lsak, birdaniga o'sha ikkita meshni bir vaqt o'zida chizib beradi. Ham buni bitta joyga tushirib beradi. Agar biz buni ikkinchisiga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, birinchi buni, keyin buni navbat bilan bitta-bitta qilib chizib beradi. Misol uchun bitta buni. Ikkalasini farqi xuddi shunaqa. Bu yerda 10 ta 10 xil mesh bo'lgan taqdirda ham o'sha navbati bilan bittalab navbat bilan chizib beradi. Xo'p, yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan narsa, xo'p, biz daraxtimizdan hozir yaqinlashsak barglari paydo bo'lyapti. Uzoqlashganimizda barglari ko'rinmayapti. Buni to'g'rilashimiz uchun meshni chekirib olamiz. Bu yoqda enable nanit yoqib qo'yamiz. Buni yoqib qo'yamiz, buni yoqib qo'yamiz. Fallback targetni relative error ga o'tkazib, bu 1 ni 0 ga o'tkazib qo'yamiz, apply change bosib olamiz. Endi qaytadigan bo'lsak, mana o'sha hamma narsa to'g'ri, yaxshi ishlayapti. Sizlarda muammo bo'lishi mumkin. Daraxt chizayotganda o'sha yerni his qilmasligi mumkin, ya'ni. O'shanda mana bu yerda static meshga galochka yonib turgan bo'lishi kerak. Bu nima deydigan bo'lsak, o'sha biz yerda chizayotganimizda, xo'p, Unreal Engine o'zini yeri landscape demasda static meshni ham his qilsin degan ma'noda bu yonib turgan bo'lishi kerak. Shunda static meshlar ustiga ham chizib boshlaydi. Xuddi shunaqa. Endi wind effektimiz qanaqa ishlaydi deydigan bo'lsak, daraxtlarimiz bor, avtomatik o'zi qimillab turibdi. Buni bunday ko'paytiradigan bo'lsak, o'zi bo'ldi, hammasi qimillaydi. Buni kuchaytiradigan bo'lsak, misol uchun bo'ldi mana. Bu yerda hamma daraxtlarimiz qimillaydi. Xuddi shunaqa boshqa har xil daraxtlarni olib chiqib olib, o'sha nastroykalarni ko'rib chiqamiz, xuddi shunaqa qimillatamiz. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, pivotini nimaga men sal teparoq ko'tarib qo'ydim. Ya'ni o'sha pivot turgan joyidan bu yog'ini o'sha qimillatib boshlaydi. Agar biz daraxtimizni eng tagiga qo'yadigan bo'lsak, o'sha mana qattiq turadigan joyi bo'lmaydi. Shuning uchun sal teparoq chiqarib qo'ydim. O'sha daraxtlar bo'yicha umumiy tushunchalar shular. Endigina o'sha sahnamizda bo'ladigan skater gullarimiz, boshqa o'tlar, o'shalarni olib tushib olib, o'shalarni skater qilish bo'yicha bo'ladi.